Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin wa la aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yastawiyan. Bu ikkisini misoli barobar bo'lurmi deb nomlanadigan darsimizni 28-si mahshar ne'matlari va azoblari. Qiyomat maydonidagi odamlarning holatlari. Ikki kishining holatini ko'ramiz. Qani bu ikkalasi teng bo'ladimi, yo'qmi? Odamlar qabrlarida Alloh xohlaganchalik muddat turishdi. Keyin Alloh taolo qabrlarni yorishiga amr qildi. Sur cholindi, insonlar qabrlaridan tirilib chiqib kelishni boshladi. Abu Hurayra roziyallohu anhu aytganlaridek, odamlar 40 turadilar. Ya'ni yilmi, oymi, kunmi unutib qo'ydi. Shundan keyin Alloh taolo qayta tirishga izn beradi. Qabrlar yoriladi. Odamlar birinchi marta yaratilgan paytlarida qanday holatda bo'lsa, shunday holatda Parvardigorlarining huzurlariga kela boshlaydilar. Mana endi hisob-kitob boshlanadi. Shuning uchun bu kun Yawmul Fasl deb nomlandi. Mana kim qancha yashagan bo'lsa ham o'ldi, ketdi, qiyomatga turdi. Mana endi haqiqiy imtihon, haqiqiy hisob-kitob bo'ladi. Qabrlaridan chiqishligi bilan kofirlar aytishadi. Astagfirullah. Qalu ya vaylana man ba'athana min marqadina hada ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Kofirlar aytadi, ey bizlarga o'lim bo'lsin. Kim bizlarni yotgan joylarimizdan, qabrlarimizdan turg'azdi? Buni kofirlar aytadi. Mo'minlar aytadi, mana shu Rahmon va'da qilgan va payg'ambarlar rost so'zlagan narsa qiyomatdir. Chiroyli bir gap bor. Ey kofir dedi mo'min. Agar sen aytgandaqa oxirat bo'lmasa, faqat shu dunyoda yashab keyin yo'q bo'lib ketadigan bo'lsak, men hech narsa o'tkazmayman. Pokiza yashadim, xotirjam yashadim, odamlarning qalbidan joy oldim. Men haqimda yaxshi zikr qoldi odamlar tilida. Hech narsa o'tkazmayman agar qiyomat bo'lmasa. Ammo agar qiyomat bo'lib qolsa-chi, unda qayerlaringni chim deysan sen? Birodarlar, ana shu qiyomatga kofir ham inkor qilgan. Uni tasdiqlagan mo'min ham albatta bir kun qoyim bo'lishi bor. Tirilib aytgan so'zi bizni kim turgizdi? Qabrdagi ahvoli yaxshi emas edi, azoblanib yotuvdi. Lekin ana shu qabrdagi azobini qiyomatdan keyin bo'ladigan azobidan yengilligini bilganligi uchun qabrimizda yotaversak bo'lmasmidi deb turib pushaymonda bo'ladi. Iymon ahllari esa bundan xursand bo'ladi. Chunki ularga va'da qilingan narsa mana kelib turibdi. Qabrda yotar ekan, uni jannatga boradigan joyi, jannatdagi ahillarni ko'rganda Robbi aqimissa deb shoshiltirar edi. Parvardigor tezroq qiyomat qoyim qilgin deb. Mana endi yetib keldi. Ana yetib keldi. Yawma nahshurul muttaqina ila ar-rahmani wafda va nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Biz taqvodor zotlarni otliq hollarida Rahman dargohiga to'playdigan va jinoyatchi kofirlarni jahannamga tushishlari uchun haydaydigan kunni eslang. Haydab boriladi. Wasiqallazina taqaw robbahum ilal jannati zumara. Taqvodorlar Parvardigorning huzuriga haydaladilar. Mujrimlar ham haydaladi. Ya'ni haydaladi degani o'zi xohlamayapti, uni haydab olib borishadi. Do'zaxga-yu mujrim tushlikni xohlamaganligi uchun haydab boriladi. Ammo mo'minni nimaga haydab boradi? O'zi ketmaydimi? Yo'q, o'zi ketmaydi. Falonchi birodarim qadi ekan, ko'kinchi ham bormikin deb birodarlarni istab qolar ekan. Shunda hayda deb turib haydab ketar ekan jannatga. Shu yerda ham musulmonlar bir-birini eslar ekan, bir-birini duo qilib, birodarlar shafaat qilar ekan. Alloh nasib qilganlari. Demak, odamlar yalang'och holatda, xatna qilinmagan holda tirilib Parvardigorlarning huzurida qoyim bo'ladi. Shunda nido qiluvchi nido qiladi: "Ey odamlar, Robbingizni huzuriga shoshilinglar. Waqifuhum innahum mas'ulun." Kofirlarni to'xtatinglar. To'xtatib turinglar. Ular dunyoda qilgan ishlari haqida albatta mas'ul bo'ladilar. So'roq savolga tutiladilar. U kunda odamlarning qabrlardan chiqishi bir-biridan farqlangani kabi yuzlari, shakllari ham farqlanadi. Yuzi nurli, munavvar yuzli kishilar bor. Yuzlari qaro, zulmatga cho'mgan kishilar bor. Bu ikkisi hargiz teng bo'lmaydi. Bir kishi borki, dunyoda mo'min bo'lib yashadi, faqir edi, tirikchiligini zo'r o'tkazgan edi, biroq parvo ham qilmas edi. Yana bir odam bor edi, bu kofir edi. Dunyoda hamma maishat qo'lida edi.
mansabi bor edi, dunyosi bor edi, hurmati bor edi, lekin kofir bo'lgan edi. Dunyoda ularning yashashligi ikki xil bo'lgan edi. Biri iymon bilan, biri kufr bilan. Endi bu kundagi oqibat ham albatta ikki xil bo'ladi, birodarlar. Yawma tabyaddu wujuhun va taswaddu wujuh. Alloh taolo aytadi, qiyomat shunday kunki, yuzlari oq bo'lgan, yorug' bo'lgan kishilar bo'ladi. Yana shunday kishilar bo'ladi, ularning yuzlari qora bo'ladi, zulmatga cho'mgan bo'ladi. Wujuhun yawma idhin musfira, zohikatun mustabshira. Ana shu yuzlardan bittasi. U kunda mu'minlarning yuzlari yorug', kulguvchi va xurram bo'ladilar. Mu'minlarning yuzlari yorug', kulguvchi va xurram, shod bo'ladi ular. Ana buni muqobilida va wujuhun yawma idhin alayha ghabara tarhaquha qatara ulaika humul kafaratul fajara. Va u kunda kofirlarning yuzlari ustida chang g'ubor bo'lib, u yuzlarni qarolik qoplab olur. Ana o'shalar fisq va fujur qilguvchi kofirlarning o'zidir. Bu ikkalasini misoli barobar bo'ladimi? Hargiz barobar bo'lmaydi. U kunda kishini ro'zasi, shahodati ustida tirilgan kishi bilan zalolati, kufri, nifoqini ustida tirilgan odam o'rtasida albatta farq bo'ladi. Chunki kishi nimani ustida o'lgan bo'lsa, qiyomatda shuni ustida tiriladi. Kim namoz o'qib turib sajdada ketadi, sajdada tiriladi. Ahvoli zo'r bo'ladi. Kimdir tirilib labbayk Allohumma labbayk ani aytadi. Chunki ihromda turib, Allohning uyini ziyorat qilayotib turib o'rnidan vafot etgan edi. Yana kimdir tirilib qo'shiq aytadi. Tirilib raqsga tushadi. Nima uchun? Nima uchun? Chunki mana shu narsani ustida yashagan edi va mana shu narsani ustida o'lgan edi. Albatta, iymon e'tiqodda turib o'tgan odamni tirilishi bilan kufr ma'siyatda yashab o'lgan odamni tirilishi o'rtasida katta farq bo'ladi. Keyin sahifalar tarqatiladi, birodarlar. Qiyomatda bo'ladigan ko'rinishlar juda ko'p, lekin biz qisqa qilib aytyapmiz. So'ngra sahifalar tarqatiladi. Odamlar to'planib turishar ekan, uzoqdan osmonda xuddi bir qora bulut singari narsa paydo bo'ladi. Yaqinlashib mahsharga kelgan sari ularni osmonda aylanib uchayotgan kitoblar ekanligini ko'rishadi mahsharda turganlar. Va bu kunda kitoblar qo'llarga beriladi. Mo'minlar, namozxonlar, musulmonlar, taqvodorlarning kitoblari o'ng qo'lidan oldidan olishadi. Endi mujrim, kofir, fosiq, munofiqlar orqa tomondan chap qo'li bilan olishadi. Fa amma man utiya kitabahu bi yamini fayaqulu ha umqra'u kitabiya. Inni zanantu anni mulaqin hisabiya fa huwa fi 'ishatin radiya. Bas endi o'z kitobi, nomai amoli o'ng qo'lidan berilgan kishiga kelsak, bas u aytadi, mana meni kitobimni o'qinglar. Dar haqiqat men hisob kitobimga ro'baro bo'lishimni bilar edim. O'ng qo'lidan olgandan keyin aniq qayerga borishi, xursandchiligini ochib ko'rsataradi, mana ko'ringlar, ko'ring. Hamma o'zi bilan o'zi ovora, lekin xursandchiligi shundayki, Alloh taolo uning sahifalarini pokiza qilib bergan, gunohlarni o'chirgan. Endi buni muqobilida ikkinchi odam. Va amma man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laytani lam uta kitabiya. Endi o'z kitobi chap qo'lidan berilgan kimsaga kelsak, bas u der, qaniydi menga kitobim berilmasa, qaniydi qo'limga olmasam edi va men hisob kitobim nima ekanligini bilmasam edi. Ana shu kofir qo'lini orqaga qo'yib oladi. Kitobim qo'limga tegib, u chop qo'limga tegmasin deb. O'ng qo'lini tayyorlab turadi, lekin orqa tomondan aylanib kelib kitobi chop qo'liga kirib qoladi. Alloh saqlasin, birodarlar. Nomai amalini o'ng qo'lda olgan bilan nomai amalini chop qo'lda olgan barobar bo'ladimi? Birini quvonchi ishiga sig'maydi, ikkinchisini qayg'usini cheki yo'q. Bugun birodarlar, hashr kuni, fasl kuni, tag'obun kuni, hisob kuni, qiyomat kuni. Bu kunda mo'min bilan kofirning holati hargiz bir xil bo'lmaydi. Bu kunda mo'min bilan kofirning turadigan joyi bu ham bir xil bo'ladimi? Mo'minlar soya salqinda turadi. Yo Rahmonning arshining soyasida turadi, yoki o'zini qilgan solih amallarining soyasida turadi. 50 ming yil, birodarlar. Qiyomatning bir kuni 50 milga teng bo'ladi. Endi quyosh 1 mil balandlikka olib tushib qo'yilgan bo'ladi. Badanidan ter chiqadi. Kim to'pig'igacha teriga botib turadi. Kim tizzasigacha, kim beligacha, kim bo'g'zigacha, kim botib turadi terisiga. 50 ming yil. Ammo bilasizlarmi? Mo'minlarga bu 50 ming yil
qancha vaqt bo'lib tuyuladi? Peshin bilan asr o'rtasidagi vaqtchalik. Demak, u kunda mo'min bilan kofirning holati hargiz bir xil bo'lmaydi. U kunda Alloh taoloning oldiga bandalar yakkama-yakka hisob-kitobga keladi. Mo'minni Alloh taolo olib keladi. Bandasining ustiga bir hijobni yopib qo'yadi. Hech kim ko'rmasligi uchun. Alloh taolo boyagi bandani nomayomonini o'qi deydi. O'qiydi, bitta savob 10 ta gunoh, bir qator savob 5 qator gunoh. Rangi o'zgarib, o'ziga kelib, aynib o'zgarib turganda kitobini o'qib bo'ladi, ahvoli nima ekanligini ko'radi banda. Alloh taolo aytadi: "Meni kotiblarim senga zulm qilmabdimi? Hammasi sening ishingmi? Hammasi o'zim ishim. Parvardigor halok bo'ldim" deydi. Alloh taolo aytadi: "Yana bir marta o'qib ko'r kitobingni." Ochib qarasa, bironta xato qoldirmasdan Alloh taolo hamma nomayon amalni savobdan iborat qilib qo'yadi. Shunda hijob ko'tariladi. Shunda boyagi gapni aytadi: "Ha, umuqroi kitabiya, ko'ringlar mana meni kitobimda bironta ham gunohim yo'q" deydi. Vaholanki bor edi. Alloh taolo aytadi: "Ey bandam, dunyoda seni ayblarini bekitganmanmi? Dunyoda bekitganimdan keyin bu yerda fosh qilmayman. Bugun bu yerda gunohlaringni kechiraman. Kitobingni yana bir marta o'qi" deydi. Alloh taolo o'shalardan qilsin birodar. Shuning uchun gunohni bilib bilmasdan qilib, odamlar bundan bexabar bo'lsa yoki odamlardan ko'zlardan bekitib, ustalik bilan qilayotgan bo'lsa, hech kim bilmayotgan bo'lsa, bu Alloh yashirib qo'yapti. Hayo qilaylik. Hayo qilaylik, uyalaylik. Endi buni muqobilida boshqa bir kofir toifalar bor. Ular butun haloyiqning oldida sharmanda bo'ladi. Birodarlar, bu sharmanda bo'linadigan kun. Onasining oldida sharmanda bo'ladi. Otasining oldida sharmanda bo'ladi. Do'stlarining oldida sharmanda bo'ladi. Maloikalarning oldida sharmanda bo'ladi. Eng yomon sharmandalik Alloh azza va jallaning huzurida sharmanda bo'ladi. Shuning uchun Ibrohim alayhisalom duo qilgan: "Va la tukhzini yawma yub'asun, yawma la yanfa'u malun va la banun illa man atalloha biqalbin salim." Ibrohim Halilulloh duo qilyapti. Qaranglar. Abul Anbiyo, payg'ambarlarning otasi bo'lgan Ibrohim Halilulloh duo qilyapti. Nima deb? Va qayta tiriladigan kunda meni sharmanda qilmagin. U kunda na mol davlat va na bola chaqa foyda bermas, magar Alloh huzuriga toza dil bilan kelgan kishigina foyda berur. U kunda odamlarni holatlari turli bo'ladi. Bir toifa insonlar bo'ladi, nur ichida turadi ular. Yana bir toifa esa zulmat ichida turadi. Kofirlar, fosiqlar, munofiqlar mo'minlarning nurlarini ko'rib turib, nuridan olmoqchi bo'ladi. Bu haqida Alloh taolo aytadi: "U kunda munofiq va munofiqalar iymon keltirgan zotlarga qarab, bizga qarab turinglar, biz ham sizlarning nuringizdan ozgina olib foydalanaylik" desalar, ularga ortlaringga qaytib nur istaveringlar deyiladi. Alloh aytadi. Shunday deyishib turgan paytda Alloh taolo o'rtaga devorni paydo qilib qo'yadi. Faduriba baynahum bisur lahu babun batinuhu fihi rahma va zohiruhu min qibalihi al'adab. So'ngra ular mo'minlar bilan kofirlarning o'rtasida darvozali bir devor urilurki, uning ichida rahmat jannat, musulmonlar tomoni u devorni rahmat jannat bo'ladi. Tashqarisi esa kofirlar tomonida azob do'zax bo'lar. Ular aytishadi, boyagi zulmatda qolib ketgan kofirlar: "Yunadunahum alam nakum ma'akum." Kofirlar aytadi mo'minlarga: "Axir billa emasmidik? Billa yashardik-ku, billa yurardik-ku, billa namoz o'qirdik, kerak bo'lsa, billa safarlarga chiqardik. Nimaga endi bo'linib qoldik?" Ular mo'minlarga: "Biz sizlar bilan birga emasmidik?" deb nido qilganlarida mo'minlar dedilar: "Ha, lekin sizlar o'zlaringizni fitnaga duchor qildinglar va bizga balo ofat yetishiga ko'z tutdinglar, hamda islomni haq din ekanligi to'g'risida shubhalandinglar va to Allohning amri, ya'ni o'lim kelgunicha sizlarni uzoq umr borligi, Alloh har qanday gunohni kechirib yuboradi degan xom xayollar aldab qo'ydi. Sizlar Alloh haqida u zotning karami keng, hech qachon o'zi yaratgan bandalarni azobga girtob qilmaydi deb aldaguvchi shayton aldab qo'ydi. Da'vo bilan shayton sizlarni aldab qo'ydi. Qilib yuraverdinglar. 50 ga kirganda namoz o'qiyman, 40 ga kirganda o'qiyman, keyin tashlayman, keyin tashlayman sigaretni, keyingi ro'za tutaman, keyingi haftadan namoz o'qiyman deb yuraverdinglar. Shayton aldab qo'ydi sizlarni. U kunda odamlarning a'zolari o'zini foydasiga yoki zarariga guvoh beradi. Mo'minning a'zolari o'zini foydasiga guvohlik beradi. Kofirning a'zolari jasadidagi o'zini zarariga guvohlik beradi. Bu ikkisi barobar bo'ladimi?
Og'zingizni muhrlab qo'yadi Alloh taolo. Al-yawma naqtimu ala afwahihim. Bugunda deydi Alloh taolo, og'izlarini muhrlab qo'yamiz. Har qanday muammodan, so'zga burroligi, so'zga ustaligi bilan muammodan chiqib ketadigan odamlar og'izlariga muhr uriladi. Hamma og'ziga muhr uriladi. Alloh taolo aytadi: "Va qalu li juludihim lima shahidtum alayna." Oyog'i aytadi, men bilan falonchaga borib gunohni qilgan. Qo'li aytadi, falonchini urgan, falonchini haqqini tortib olgan. Ko'zi aytadi, men bilan falon ishni qilgan. Quloq aytadi, zinoni fahshni eshitgan. Og'ziga muhr urib qo'ydi Alloh taolo uni. Shunda ular aytadi: "Va qalu li juludihim lima shahidtum alayna." Qalu antaqana Allohu allazi antaqa kull shay va huwa khalaqakum awwala marra va ilayhi turja'un. O'zini terilari ziyoniga guvohlik beradi o'zini. Shunda aytadi terilariga: "Nima uchun bizga qarshi guvohlik berdinglar?" deyishganida terilari javob beradi. Ma terini gapirishini tasavvur qila olasizmi? Til jag'i yo'q, lekin Alloh gapirtiradi. Alloh hammasiga qodir bo'lgan zot. Hech kim ko'rmagan gunohni shu jasadingizdagi a'zolar bilan qilyapsizmi? O'sha oyog'ingiz bilan boryapsizmi zinoga? O'sha qo'lingiz bilan qilyapsizmi zulmni, harom ishni? Nima uchun bizga qarshi guvohlik berdinglar deyishganida terilari bizlarni barcha narsani so'zlatgan zot Alloh so'zlatdi. Sizlarni dastlab u yaratgan va sizlar yana uning o'zigagina qaytarilursizlar. Bir kun qaytib boramiz o'shaga. Bir kun qaytib boramiz. U kunda insonlar nadomatdan yig'laydi. 50 ming yil. 50 ming yil. Bir toifa kishilar jannatga ketishlikka tayyorlanib turibdi, shod xurram, ikkinchisi jahannamga ketishlikka shaylanib turibdi. Xavotirda, afsus nadomatda. Bu ikkisining ahvoli bir xil bo'ladimi? Ertaga keladi o'sha kun. Yo undan bo'lamiz, yo bundan bo'lamiz, Alloh saqlasin. Wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha. Mana qiyomat maydonida hisob-kitob bo'ldi, odamlar ikki tomonga qarab haydaladi. Ikkalasi barobar bo'larmikan ahvoli? Ikkiga bo'linadi, bir toifasi jannatga, bir toifasi jahannamga haydaladi. Eshitamiz. Va kofir bo'lgan kimsa to'da qilinib jahannamga haydaladi. To qachon ular jahannamga ketib kelganlarida uning darvozalari ochildi va uning qo'riqchilari kofirlarga dedi: "Sizlarga o'zlaringizdan bo'lgan payg'ambarlar Parvardigoringizning oyatlarini sizga tilovat qilgan hollarida va sizlarni mana shu kuningizdagi muloqotdan ogohlantirgan hollarida kelmaganmidi? Kelganmidi ichinglarda?" Ular ha, kelganlar, lekin azob so'z kofirlar ustida haq bo'lgandir. Bo'ldi, jahannam ketdi bular. Tan olyapti, chunki yolg'on gapira olmaydi u kunda. Qila dukhulu abwaba jahannama khalidina fiha fa bi'sa mathwal mutakabbirin. Shunda ularga aytildi: jahannam darvozalaridan kiringlar. Sizlar o'sha joyda mangu qolarsizlar. Bas kibri havo qilguchi kimsalarning joylari naqadar yomondir. Bu birinchi toifa. Haydaldi bular. Endi ikkinchi toifa. Wasiqal ladina taqaw robbahum ilal jannati zumara. Parvardigorlaridan qo'rqgan zotlar esa to'p holda jannatga haydaladilar. O'zi ketmaydimi? Yo'q, haydaladi. Yur deyiladi. Falonchi bor edi, yo'q, yur deydi. To qachon ular darvozalari ochilgan holdagi jannatga yetib kelganlarida sizlarga tinchlik, omonlik bo'lsin, xush keldingiz. Bas unga mangu qolguvchi bo'lgan holingizda kiringiz deganlarida ular behod shodlanurlar. Bu ikkisini misoli barobar bo'ladimi, birodarlar? Alloh ana shu shodlanadigan bandalardan qilgan bo'lsin. Va qalu alhamdulillahi allazi sadaqana wa'da va awrathana al-ardha natabawwa'u min al-jannati haythu nasha fa ni'ma ajrul amilin. Va bizlarga va'dasini rost qilgan va bizlarni bu jannat yeriga voris qilgan hamda jannatdan o'zimiz xohlagan tarafni o'rin olishimizga muvaffaq qilgan Allohga hamd va sano bo'lsin derlar. Bas chiroyli amal qilguvchi zotlarning ajr mukofoti naqadar yaxshidir. Shu oyatda kichkina ta'liq kerak. Jannatni bizga meros qilib bergan deyapti. Meros degani sizga kimdandir qolgan narsa meros deyiladi. Otangizdan, bobongizdan, sizga birodan qolgan narsa meros deyiladi. Nimaga jannatni meros deyapti Alloh taolo? Alloh taolo Odam alayhisalomni yaratib, zurriyotingdan do'zax haqini ajratib qo'y dedi. Parvardigor
zurriyotimdan do'zax haqqi nima deganida 1000 ta bolangdan 999 tasi do'zaxga kiradi deganida. Sahobalarga bu hadis juda ham og'ir kelgan edi. 1000 ta odamdan bittasi jannatga kiradi dedi. Ana shu 1000 tani hammasini jannatda ham joyi bor edi, do'zaxda ham joyi bor edi. Kofirlari, fosiqlari, munofiqlari jannatdagi joyini yo'q qilib do'zaxga ketishdi. Ana shu joy bo'sh qoldi. Bitta musulmon 999 ta odamning joyini bor egallaydi. Qiyomat kunida odamlar ikki toifaga bo'lindi. Yuzlari nurli, qalblari xursandchilikka to'lgan baxtlilar, yana zulmatli yuzlarki, yuzlari zulmatga cho'lgan, qalblari qo'rquv, xavotirga to'lgan badbaxtlar. Alloh taolo bu ikkisini misolini hargiz barobar qilmaydi. Alloh azza va jalla yuzlari nurli bo'lgan, qiyomatda xursandchilikda bashoratini kutib turgan solih bandalar qilishini so'raymiz. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum.